Xullas, mahrga kelik olib berasiz. To'xtang. To'lagan pulingiz bormi o'zi? Nima sizlarda qiz bola pul to'laydimi? Endi mahrga keling so'raganingizda pul bo'lishi kerak. Menda pul yo'q. Soat o'rtada turadi. Pulingiz bo'lsa oling, bo'lmasa joyiga qo'yib qo'ying. Qanday uchrashuvga pul olmasdan chiqish mumkin? Suvni ham oling. Hech bo'lmasa taksiga pulingiz bormi? Ha? Hozir meni Lida olib ketishadi. Alo. Ayo, mahrga keling so'radi. Hozir taksiga ham pul yo'q ekan, avtobusda ketyapti. Yo, boshqa qiz topib boray, aya. Bo'lmadi bu qiz.